Holati qanaqa jo'jalarni? Vес olishlari yaxshimi? Asid bor, asid. Ya'ni tanaga, yurakka suv yig'ish, asid. Buyraklar biroz ishgan, buyraklari. Hop, talog'i normada. Bursa ham ozgina kichrayishi bor bursada. Probka muammosi yo'q, probkalar toza. Ya'ni traxeyalari toza. Shunaqa massa yig'ilmagan. Yo'qlarida ham yaralar yo'q. Bunda ozgina bakterialniy muammolar bor bu parrandada. Kolibakterioz alomatlari bor jigar pardasida. Xo'p, nekroziya jarayonlarida shu ma'lum bo'ldiki, ya'ni asosiy gumonimiz hozir bu yoqda buyraklar kattalashgan, traxeyalar qizarish bor, hamda piqirlash, xirillash jo'jalarda ko'p. Buni asosiy alomatlaridan biri bronxit deb hozir taxmin qilyapman, hamda hozir laboratoriyaga jo'natamiz. Albatta laboratoriyada tasdig'ini olishimiz kerak bo'ladi. Hamda ikkilamchi infeksiyalardan bu yoqda kolibakterioz hamda mikoplazmoz belgilari bor. Bunga ham laboratoriyaga jo'natish orqali aniq javob olishimiz mumkin.